Chetov mashina olib qo'yganmiz. Mashinamizni polirovkaga olib qo'ygan edik. Hop, oldinlarida telefon nomeri yozilgan, o'yib chizilib yozilgan edi. Xudo xolasa polirovkamiz juda chotki bo'ldi, ustulo bo'ldi. Hop. Mana bu detallari ham bo'ldi. Har bittasi alohida bo'ldi. Salon qismini himsiya qilib berganmiz. Patolog qo'jasi, dina hamma yog'i chotki bo'lib, mashinamizga qora so'ngzash tortilgan. Shuning uchun qo'jamiz oppoq ko'rinmayapti. Qilib, xudo xolasa narx-navosi polirovkasi 1 million, himchiskasi $100 bo'ldi. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga raqamlarga aloqaga chiqaveradi.